15 yoshli emas, endi ofitsialni 16 yoshli model, aktrisa, bloger qizni Koreyadan keyingi hayotini ko'rsataman. Toshkentga kelishimiz bilan переговорlar boshlandi. Birinchi bulamani 3 oy kutdilar men bilan birga ishlash uchun. Yaqinda tug'ilgan kunim bo'lgani uchun o'zimni xursand qilib, o'zimga keyin sovg'a qildim. Sochimni ham kestirdim, chunki Koreyada sochim o'sib ketgandi. Самый главныйsi pasportni stolga bordik. Bu yerda men hayajonlanyapman, chunki kechagina 15 yosh edim. Уже 16 yoshga kirdim. Обычно pasportda odamlar xunutishadi, но это меня не касается. Сразу to'lov qilib, ertasi kuni ID kartamni olib ketdim. Koreyadan keyin Toshkentda ham syomkalarim, fotosessiyalarim boshlandi. Bu syomkadan keyin men bildim, budishida men chiroyli kelinka bo'larkanman. Syomka ertalabdan kechgacha bo'ldi, и самое главное, нас вкусно покормили. Про школу не забываем. Jannat 2 filmini premyerasiga taklif qilishdi. Порыдали, поплакали, настроениeni ko'tarib, dальше syomkaga ketdik. 16 yoshimda birinchi marta floristkalik qilib ko'rdim. Pokazga ham chiqdim. Bu biza do pokazi shunaqa jinnilik qilib o'tirdik qizlar bilan. И самое милое, oyim mana pokazimga поддержка qilish uchun keldilar.